Hurmatli kuzatuvchilar, bir fikr aytaman, diqqat bilan eslab qolinglar. Agar farzandlaringiz temperaturasi 2-3 kun 37,5-38 atrofiga chiqadigan bo'lsa, yugurib borib aptekaga borib antibiotik tiqmanglar bolaga. Immunitet sistemasini izdivatsiya qilib yuborasizlar, dabdalasini chiqarib yuborasizlar. Kuzatish kerak. Unutmanglar, temperaturani chiqishi aslida organizmni qanaqadir infeksiyaga ijobiy ishlayotganini bildiradi. Shu uchun temperatura chiqadi. Men aytib qolaman, 38 gradusgacha chiqsa, bolaga isitma tushirish bermaslik kerak. 38 gradusdan oshsa berish kerak. Sababi 38 gradusdan oshgandan keyin qon quyuqlashni boshlaydi. Shu uchun isitma tushirishni tavsiya qilamiz. Eng asosiysi ko'proq suyuqlik ichirish kerak bolaga. Tez berilish kerak suyuqlikni majburlab. Agar 38 dan oshib yursa, 2-3 kundan ziyod ochsa, unda vrachni o'zi bolani ko'radi, qon tahlili qiladi, nada bo'lsa antibiotik, nada bo'lsa protovirusni lecheniya qiladi. Xullas fikrim, organizmda temperatura chiqishi bu juda ham ijobiy immunitetni yaxshilashayotganini bildiradigan belgi. Bitta like bosib, sahifamga qo'shilib qo'yinglar, sog' bo'linglar.